123 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundoq degan: "Ma naqasat sadaqatu min mal." Sadaqa berish mal dunyoni hargiz azaytmaydi. "Wa ma zadallohu abdan bi afwin illa izza." Allah'ның quli qancha kechirimlik bo'lsa, shuncha Allah uning hurmat izzatini ko'paytib beradi. "Wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Kimki Allah roziligi uchun kamtar, kichik peyil bo'lsa, cho'qim Allah uning darajasini yuqur qiladi.